Allohni yaxshi ko'rgan insonlar mana shu videoni oxirigacha ko'rsin. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Oldindan uzr so'rayman, ozgina stress holatdaman. Sababi mana shu tepada turgan birodarimiz, jigarimiz, surxondaryolik akamiz juda ham bir og'ir ahvolga, kasal, oyoqlari avariyadan so'ng gangrena bo'lishni boshlagan. Endi imkoni boricha davolatishga harakat qilinyapti, lekin yetarli mablag' yetmayapti. Toshkentga borib operatsiya qildirish kerak ekan. Bilasizlar, gangrena kuchayib ketsa nima ahvol bo'lishini. O'shaning uchun jigarlarim mana shu ro'za Ramazon oyida kimdir bir savob qilmoqchi bo'lsa, bir ehson qilmoqchi bo'lsa, imkoniyati yetgan insonlar bo'lsa, qo'lidan kelganicha 5000 so'm, 10000 so'm bo'lsa ham imkon darajasida. Hech kim 5-10 ming so'm bilan boyib ketmaydi, lekin ko'pchilik insonlar o'sha 5-10 ming so'm xayriya qilsa, ko'pni puli bilan jigarlarim bitta inson oyoqqa turib ketishi mumkin. Hozir vaziyati juda ham qiyin. Videosini ko'rdim. To'g'risi, yuragi bo'sh insonlar bo'lsa, u videoni ko'rsa mazzasi qochib qolishi mumkin. O'shaning uchun bu yerga qo'ya olmayman jigarlarim. Telegramdan tashlab beraman. Kimga kerak bo'lsa, bemalol ko'rsa bo'ladi. Surxondaryolik jigarlarim, jigarimizga poddershka kerak. Kim poddershka qila oladi? Mana shu yerda karta nomerni yozib qoldiraman jigarlarim. imkoni bor insonlar bo'lsa, bemalol qo'llab-quvvatlasin. Bizlar birlashsak jigarlarim, bitta bo'lsak, bemalol bu narsani uddalaymiz. Shu insonni oyoqqa turg'izsak jigarlarim, bolalarini bemalol boqoladi. To'g'ri, hozir ko'pchilik insonlar yozishi mumkin negativ, sen shuni orqasidan pul ishlayapsan yoki unaqa yoki bunaqa. Jigarlarim, kimdir agar ishonmasa Telegramdan yozsin. Videosini tashlab beraman. Telefon nomerini beraman. Bemalol gaplashinglar. Hol-ahvolini so'rab qo'yinglar. Birorta insonning imkoniyati yetmagan taqdirda videoga bitta like, podpiska bosib qo'yinglar. Video kengroq tarqaladi. Balki saxovatpesha, balki yordam berishga imkoniyat yetadigan insonlar ko'rib yordamini qilishi mumkin. Sizlardan shu yordam jigarlarim. Jonlaring sog' bo'lsin. Abdush hurmatdasizlar.